Assalomu alaykum qadrli Chempionat Aziz sayti muxlislari. Saytimiz ijodkorlarining reportajlari davom etadi. Biz ayni daqiqalarda Olimpiya shaharchasimiz. Bu yerda Samarqandning Dinamo hamda Muborakning Mash'al jamoalari o'rtasidagi nazorat o'yini o'tkazilmoqda. Hozirgina birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Hozircha hisob 1-1 durang natija qayd etilmoqda. Har ikkala jamoa ham tezkor futbol namoyish etishdi. Ikkinchi bo'limda hozir bir nechta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Vadim Abramov ham hozir mana shogirdlar bilan suhbatlashyapti. Umuman olganda Dinamo jamoasiga bo'layotgan qiziqish bugungi kunda juda ham yuqori. Hozir biz maydon chetida mutaxassislar bilan suhbatlashdik. Futbolimizning yetakchi mutaxassislari mana Ilhom aka Sharipov turiblar. Paxtakor jamoasida uzoq yillar o'ynagan. Ular ham diqqat bilan mana shu uchrashuvni kuzatib boryaptilar. Mutaxassislarning fikriga qaraganda Dinamo jamoasi ham bu yil chempionlik uchun astoydil kurash olib boradi. Tarkib ham saqlanib qolingan va undan tashqari bir nechta futbolchilar safga qo'shib olindi. Xullas, e'tiboringizga reportaj davomida har ikki jamoa haqidagi ma'lumotlarni, murabbiylarning fikrlarini yetkazib boramiz. Eslatib o'tamiz, Dinamo jamoasi bir necha kundan so'ng, aniqroq 6-fevral sanasida ikkinchi xorij yig'inini o'tkazish maqsadida Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketadi. Mash'al jamoasi esa 3-yanvardan mavsumga tayyorgarlikni boshlagan. Hozircha muborakliklar poytaxtda mashg'ulotlarni o'tkazishyapti. Anvar, hozirgina mana Mash'al va Dinamo jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvining ikkinchi bo'limi boshlandi. Birinchi bo'limdan so'ng hozircha hisob 1-1. Juda ham bir teng o'yin guvohi bo'ldik. Mana qanaqa taassurot qoldirdi? Avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir bir taymdan o'ynab chiqyapmiz. Zborda bir taym hammaga imkoniyat berilyapti. Xudoga shukr o'ynab chiqdik 1-1. Endi hozir biz chempionatning boshi hamma jamoalar почти bir xil. Shuning uchun jangovar durang bo'lyapti. O'zimizga kerakli amaliyotni olib, mana chiqdik, Xudoga shukr. Chempionatga tayyorgarlikni boshlab olganmiz. Mana hozir 6-da Dubayga boramiz, yana 2-zborga. Xudo xolisa, o'sha o'yin amaliyotlarini ko'paytirib, Dubayda o'ynab, chempionatga tayyor bo'lamiz, Xudo xolisa. O'sha birinchi zborda 4 ta uchrashuv o'tkazildi va 3 ta g'alaba qozonildi. Mana shu g'alabalar orasida ko'pchilikni diqqatini tortgan CSKA ustidan g'alaba bo'ldi. Juda ham bir yorqin o'yin bo'ldi. Ayniqsa oxirgi daqiqalari comeback amalga oshirdinglar. O'zinglar ham kutmovdinglarmi? Yo'q, nimaga? Yo'q, g'alaba uchun tushiladi. Lekin baribir nom bor-ku, mana CSKA, Moskva, Samarqand, Dinamo bar nomlar orasidagi daraja albatta bu odamni xursand qiladi. Biz ham o'sha zborniyda bo'lganimizda o'yinda trenirovka deylik, trenirovkadan keyin chiqib ko'rib albatta xursand bo'ldik. Jamoadoshlarim молодцы. Mehnat qilishgan. Boshdan baland sakraldimi hisobdan? Yo'q, bilmayman, endi unaqa desa ham bo'ladi, lekin mehnatni tagi shunaqa endi. Bu kuchli jamoalarga qarshi o'rtoqlik o'yinlari albatta yaxshi. Mana hozir oldinda yana Zenitga qarshi 10 karra Rossiya chempioniga qarshi o'yin kutyapti. Xudo xolasa unga ham tayyorgarlik yaxshi ko'rib, tayyor bo'lamiz. Albatta muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi safidan ham qaytdingiz. Mana ikkita uchrashuv o'tkazildi. Bu yerda Xitoy bilan 3 ta bo'lim o'ynadi adashmasam va 2-2 hisob durang qayd etildi. Undan keyin Armanistonning Urartu jamoasi 4-1 hisobida mag'lub etildi. Umuman bu yig'in avvalgilardan qanchalik farq qildi? Bu ikkinchi menimcha yig'iningizda, ikkinchi marta bordingiz terma jamoaga. O'ziga yarasha bu ham qiziqarli bo'ldi. Mister Kanavaro bilan ishlab trenirovочный prosesslari, o'yinga tayyorgarliklari yaxshi. Ikkita o'yin o'tkazdik, Xudoga shukr yaxshi o'ynadik. Oxirgi o'yinni 4-2 ga yutdik. O'sha odam ko'pligini hisobiga 3 taym siz aytgandek 40 minutdan o'ynadik. Har bir bolaga imkoniyat berildi, bir taym. Yaxshi o'tkazib, o'zimizga kerakli amaliyotni olib keldik. Xudo xolisa, umid qilamiz yana borib harakat qilamiz. Kanavar qanaqa mutaxassis ekan, o'zi baribir kuzatasiz. Oldin u qanaqa ekani borasida borganingizdan ko'rganingizdan keyin xulosalar qanaqa bo'ldi? Albatta ajoyib inson, yaxshi, anaqa kayfiyat bilan ishlar ekan, anaqa trenirovka prosesslari qiziq. Sizdan masalan talabchan, xohlaydi, shu pressinglari o'zgacha, endi Yevropacha stilda desa ham bo'ladi. O'ziga yarasha qiziq bo'ldi, bolam. Yaxshi mutaxassis, o'zining ishining ustasi. Mash'al jamoasining mavsumga tayyorgarligi davom etyapti. Mana hozir o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilyapti Dinamo jamoasiga qarshi. Humoyun, Mash'al jamoasi boshqa jamoalarga qaraganda mavsumni kechroq tugatgandi. Shunga yarasha kechroq ham tayyorgarlik boshlandi. Ya'ni o'tish o'yinlari orqali Superligada qolishni uddaladinglar. Umuman tayyorgarliklar qanday bo'lyapti? Mana bugungacha 3 ta o'rtoqlik nazorat o'yinlari o'tkazildi. Jamoa shakllanib boryaptimi? Yangi kelgan futbolchilar boshqalarga qaraganda ko'proq sizlarda. Assalomu alaykum avvalambor. Allohga shukr, yangi sezonga tayyorgarlikni boshlab oldik.
inshaalloh 80% tarkibimiz tayyor. Endi kech boshlaganimiz sababi endi boshqa komandalarga qaraganda kechroq nima tugatgan edik. O'shaning uchun ozroq bolalarga dam kerak edi, ozroq rahbariyatimiz, trenerlarimiz ko'proq dam berib, 3-yanvardan yig'ishni boshladi. Yo, Allohga shukr, yangi kelgan o'yinchilar ham komandaga moslashib ketdi. Inshaalloh sezongacha 100% tayyorgarlik bo'lamiz inshaalloh. Birinchi turimiz Neftchiga chempionga qarshi ekan. Inshaalloh nasib bo'lsa yutishga harakat qilamiz. Bizni muxlislar mashallah qo'llab-quvvatlayotganlar Farg'onaga borib, Xudo xohlasa bizni quvvatlasa, biz g'alabalar bilan muxlislarni ishonchini oqlashga harakat qilamiz inshaalloh. Hozir oyog'ingizni ozgina tortib olgandek bo'ldimi? Menga tuyuldimi? Bu Tirnovkada sal bor edi. Endi hozir bu o'yinda bilasiz, ko'p kuch kerak bo'ladi. Hozir ko'proq kuch olish kerak bo'ladi. Sal og'rig'i bor. Inshaalloh doktorlarimiz, yo Allohga shukr, doktorlarimiz yaxshi qarashyapti. Menimcha bu muammo emas oyoqdan. Inshaalloh sezonga hammamiz sog'lom tayyorgarlik ko'rib olamiz inshaalloh. Xudo xohlasa yangi mavsumni yana Mashal jamoasida boshlaysiz. Xudo xohlasa Mashal jamoasida qoldim. Aniq bo'ldi. Mashalni himoya qilaman inshaalloh. O'zi shartnomangiz tugagan edi? Yo, shartnoma yana 1 yil bor edi. Takliflar ham bor edi. Takliflar ham bor edi. Endi ketgim kelmadi og'ir kunda, nima kunda, ketgim kelmadi. Mashalga qolgim keldi. O'zi shunaqa mardlik kerak-da, ko'p futbolchilarimizni xab bo'lish bilan, ayni futbolchilarimiz bu narsa yo'qda, haligi qiyin paytda tashlab ketish narsa bor-da, baribir. Sizda bo'lmadi bu narsa, qoldingiz. Ya, menda taklifingiz menimcha baribir teparodik jamoalardan-da. Tepa jamoada bor edi. Endi rahbariyat bilan kelishgan holda, keyin o'zimni xohishim bilan Mashalga qolishga qaror qildim. To'g'ri, chetdan ham variant bor edi, boshqa yerdan ham variant bor edi. Endi Mashaldan ketgim kelmadi-da. O'zim moslashib o'rganib bo'lgan joyim. O'tgan yili bitta rekord o'rdingiz. Bilasizmi? Ha, uni bilaman. Menimcha xursandman, inshaalloh xursandman. O'zi yetib keting, qaysi rekordligini? Men endi tezkor gol, eng tezkor gol urman. Xursand bo'ldim. Nasib bo'lsa bu rekordni yana o'zim yangilashga harakat qilaman inshaalloh. Qo'qonga-da? Ha, Qo'qonga 16-soniya. Shunda. 15 yo 16 da. Rasmiy ravishda qilingan. O'zi 1 daqiqada 1 daqiqa ichida 2 ta gol urilibdi. O'shaning ham bittasi sizga ham eng tezkor 16 soniya. Birdan 16-ga sanaganda shuni boshlaganda gol urib qo'yish bu hammaga emas. Qanaqa bo'ladi, eslaysizmi? Ha, eslayman. Shu boshladik, qarasam to'p kelyapti. Birga bir chiqib ketdim, urdim inshaalloh. Yuzim yorug' qilib oldim, gol urib tezroq. Baratar qaytarishi ham mumkin edi, shu Alloh xohlabdi gol uribman. Xursandman, juda ham xursandman. Bu yil mana hozir qurib tashlandi, 16 jamoa ishtirok etishi aniq bo'ldi 100%. Bu yilgi chempionatda nimalar kutyapsiz? Qaysi jamoalar chempionlik uchun kurash olib boradi? Menimcha hamma teng deb bilaman. Bu yil hamma teng, hamma zo'r bo'lgan, hamma shakllangan. Misol, biz ham o'tgan yil 13-o'rinni olgan bo'lsak, biz hozir tarkibimizni kuchaytirdik, inshaalloh. Kuchli 5likka bemalol kirishga harakat qila olamiz. Hozir men bu chempion bo'ladi yo u chempion bo'ladi deb aniq ayta olmayman. Hammani bir xil teng ko'raman. Hamma chempion bo'lishga haqqi bor. Rossiyalik mutaxassis ish boshlasida qanaqa bu murabbiy bilan taktikalari bilan moslashib ketish, bir-birini tushunish? Boshida endi taktika sal qiyinroq bo'ldi, keyin asta-asta moslashib ketdi. Hop, aytayman 80% hamma o'sha taktikani tushunib bo'ldi. Inshaalloh birinchi turgacha hamma o'zini nimasini 100% gacha chiqara oladi deb umid qilaman darajasini. Biz birinchi mavsumga tayyormiz. Xudo xohlasa birinchi turga tayyormiz. Xudo xohlasa Neftchini yutishga harakat qilamiz inshaalloh. Avvalo Xudo. Rahmat. Humoyinda qisqa 2-3 savollarim bor. Futboldan birinchi olgan maoshingizdami? Ha, 2010-yil Sho'rtan jamoasida o'ynaganimda 80 ming oylik olganman. Nima berardi shu payt 80 mingga? 80 ming mi? To'g'risini aytsam, 80 mingga nima berishini bilmasdim-ku. Mana Xudo rahmatli dadamda bo'lardi plastik. O'zimda bir 10 ming olib qolardimda 70 mingini dadamga berardim. 10 mingga anchasi bo'lardi. 10 mingga anchasi bo'lardi. Endi o'zimga yetardi. 2010-yil yetardi 10 ming. Eng katta olgan maoshingiz-chi shu kungacha? Shu kungachami? Sal bo'lib qola qolsa. Ko'p-a? Ya, ko'p emas. 3 ming, 4 mingda bo'lsin. Nima qilaman, yashirib. Yo, 3 ming, 4 mingda. Xudoga shukr, Mashal jamoasida eng katta olganim shu 3 ming. Eng katta xaridingiz qaysi? Mashinami, uymi, nima? Mashina bo'lsa kerak.
Qaysi mashinasi? Birinchi olgan mashinasi. Birinchi mashina emas, yaqinda mashina oldim, Jetour T2. O'sha bo'lsa kerak eng katta xaridim. Necha pulga tushdi? 512 million. Birinchi olgan mashinasi? Birinchi mashina olgani kreditga Spark olganman. Ha. Nasafda o'ynab yurgan paytim 2019-yil. Necha yil yopgansiz? 6 oy, 7 oyda yopganman. Qiyin-a baribir krediti. Kredit, qiyin aka. Hozir ham bir ikkita kreditlar bor, ancha qiynab qo'yadi aka. Hop, qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Umuman dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha Real Madrid, O'zbekistonda Mashalan. Chunki bu yil Real Ya endi bo'ladimi shunaqa? hamma komandada bo'ladi. Bilsangiz o'tgan yili Barsada ham shu ahvol bo'ldi. Endi Real kuchli komanda, unda kuchli komandalar o'ziga tez kela oladi. Futbolchilardanchi? Futbolchilardan braziliyalik Ronaldo, Aliquyon, So'yloq. So'yloq. O'shanga ko'p qiziqaman. Yoshligimda o'sha o'yinlarni ko'p ko'rganman. Eng chiroyli gol siz ko'rgan shu kungacha dunyo miqyosida. Chempionlar Ligasida Cristiano Ronaldoniki. Cheers urgan Buffonga. O'shani. Eng yaxshi o'yinchi? O'ynagandanmi yo tugatganmi? O'yin. Eng yaxshi o'yin siz ko'rgan uchrashuv. Uchrashuvmi? Menimcha City bilan Real edi. Kembek qilgandek Real. O'sha o'yinni maza emotsiya bilan ko'rganman. Даже o'zimni ham o'yinimni unday emotsiya bilan ko'rmaganman. O'zingiz eng chiroyli golingiz-chi? O'zimni 16 sekundligimi? Yo, men hamma golim o'zimga chiroyli. Qadrlisi bo'ladi-ku. Yo, hammasi qadrli men uchun. Endi Cristiano Ronaldo aytganda, keyingi gol menga qadrlida. Auf deydi shu yerda. Rahmat Humoyun, omadingiz bersin. Yaxshilik ko'rishlik. Omadingiz bersin. Vadim Kalинич, сколько сейчас закончилась игра? Ну, Всё по плану? да, готовимся. Вот сыграли товарищеский матч, там посмотрели. Это лучше, чем тренировка, поэтому поиграли, посмотрели. Всех новичков проверяем, смотрим. Готовимся, как обычно. Успешно прошло сборы в Эмиратах. 4 игры, 3 выигрышные. И вот ЦСКА 4-3. Такая игра была просто супер. Не, ну, это результат, они ни о чем не говорят. Зимой все, что хотите, возможно. Конечно, приятно обыграть Приятно, ЦСКА, приятно. да, это приятно. Ну, стараемся, работаем, посмотрим, к чему придем. На результаты сейчас не смотрим, сейчас другие планы совершенно, под другими нагрузками ребят. Готовимся к началу чемпионата. Адаптация новичков. Ну, проходят, сами же видите, да, постепенно приходят, налаживаем связи. Это такая непростая работа, поэтому за короткий период надо наладить, чтобы они понимали друг друга. Трансферная политика закрыта уже в «Динамо» или еще есть кто-то Не, додался? ну у нас место есть для иностранцев, но не вижу смысла, понимаете, потому что всего 5 на поле могут играть. Не вижу смысла брать 6-го, лучше своего какого-нибудь воспитанника, который может сыграть. Я так думаю. Посмотрим. Время покажет. Сейчас еще время есть, а там видно будет. Если уж какого-то там сверхъестественного предложат, тогда может. А трансферы из Ямайки в Борис и вот француза не получится? Ну, этот из Ямайки, он это так получился, он должен был прилететь еще 20 числа. Но у него несчастный случай там случился. Ребенок с женой попали в автомобильную катастрофу. И сейчас он не может выехать, и поэтому извинился. Ну, мы понимаем, что сейчас с ребенком он там должен быть, жена в больнице. Все это сказалось, безусловно. Ну, расторгли по обоим собой, да. Сейчас второй сбор в Эмиратах. И еще грозный соперник сразу. «Зенит» против их будет играть 10-кратный чемпион России. Это вторая игра будет. 2 года назад тоже играли. Ну вот мы все время, когда с ними играли, все время в начале сезона так получалось, в январе играли, а ребята были под нагрузками, все. Сейчас вот более интересно будет посмотреть на них, потому что, ну, на нас, вернее, скорее всего, посмотреть, в каком мы состоянии, потому что сейчас ближе к чемпионату уже нагрузки не такие будут, и можем требовать какой-то результат от ребят. До этого как бы так смотрели на это. Ну, у нас помимо «Зенита» еще там игра с «Локомотивом» московским, так что с «Астаной» казахским, так что хорошие соперники, посмотрим. Не трудновато, не каждому играть с такими грозными соперниками. Как договариваете? Не, ну мы у нас есть контакты с ними. До этого мы еще раньше, в принципе, мы в Санкт-Петербурге могли сыграть еще летом, но там получилось так, что Андижан нам по календарю пропущенная игра с Андижана была. Так мы бы в Санкт-Петербурге играли бы летом. Ну и поэтому тогда еще обговорили, что зимой примем участие и сыграем с ними. Хорошо, жеребовка. Суперлига
Против «Динамо» играете? Против На Навбахор. Бухара. Да. Ну, это обычно уже третий год нам Навбахор попадает, и заканчиваем мы опять с чемпионами. Ну, поэтому удивительно, что жеребьевка проходит в таком. Все время нам какие-то одинаковый календарь попадает. Qadrli tomoshabinlar, mana reportajimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Hozirgina uchrashuv tugadi va Mash'al jamoasi biroz kutilmaganda deymizmi, endi nazorat o'yinlarida bunday hisoblari bo'lib turadi. Chunki hisobda g'alaba qozondi Dinamo jamoasi ustidan. Dinamo yodingizda bo'lsa, CSKA jamoasini mag'lub etgandi. Moskvaning CSKA klubining oldinda Lokomotiv Moskva, shuningdek Zenit Sankt-Peterburg jamoaga qarshi mana shunday o'yinlar kutmoqda. Demak, biz shu yerda reportajimizni yakunlaymiz. Siz esa Chempionat Aziya saytini, uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatishda davom eting.